Bir to'p sahobalar bilan Rasululloh o'tirib tuya go'sht yedilar. Shu o'tirganlardan bittasidan yel chiqib ketdi. Ovozi chiqdi. Endi boyaga yel chiqqan odamni xijolatdan endi holi tayin. Odamlar bilmayapti kimdan chiqqanini. Hammasi turib namoz o'qishligi kerak, asr o'qishligi kerak. Hozir shu yel chiqargan odam turib tahorat qilsa, bilinib qoladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ko'ryapsizmi? Odamlarni xijolatdan chiqarishga bo'lgan harisligini. Aytdilarki, kullu man akala lahma jazur falyatawadda. Tuya go'shtini yeganlar turib tahorat qilsin dedilar. Sahobalar hammamiz yedik ya Rasululloh deganida, hammanglar tahorat qilinglar dedilar. Hammalari turib tahorat qilishdi. Bu zot Muhammad sallallohu alayhi vasallamda indamasalar ham bo'laveradi. Xijolatdan chiqarib qo'yaptilar. O'zi xijolat qilishlik emas, o'zi odamlarni noqulay holatga qo'yish emas. Noqulay holatga kirib qolgan odamni chiqarib qo'yaptilar. Hamma turib tahorat qildi, demak hech kim bilmay qoldi kimdan yel chiqqan.